20 kunlab hashar qilib loy bosish davri o'tdi do'stlar. Qaranglar, oddiygina xuddi shu shlankadan foydalanib turib, bir kunda ichiga uyingizga loyni bosib ketadigan bo'lar ekan. Bu loydan anchagina ustun ekan, yengil ekan, utuplit vazifasini bajarar ekan. Qish kunida o'tindan ekonom bo'lar ekan, yozgi kunida konditsionerdan anchagina ekonom bo'lar ekan. 7 sm dan 10 sm gacha tomlarga xuddi shunday ko'rinishda qilib berishyapti ekan. Bu nima mahsulot deydiganlar uchun to'liq ma'lumotni akamiz o'zidan olamiz. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Juda ham zo'r yangilik qilibsizlar aka. Loydan bu anchagina yaxshiroq deyishyapti. Loydan afzalliklari bormi buni aka? Loydan afzalligi ancha yengil bo'ladi. Ham baquvvat bo'ladi, yorilmaydi. Bu yorilmaydi aka. Yo'q, yorilmaydi. Yorilmaydi. Keyin aka loy bosilayotganda keyin 5 sm, 6 sm har xil 2 sm, 3 sm ham bosishadi-da. Xo'p, bularimizni necha santimetrgacha bosib berasizlar? Buni 7-8 sm bo'ladi. Endi chuqur joylari 10 sm gacha tushib ketadi. To'sinni, vassani, balatbasi o'ynagan joylarning hisobiga 7 sm, 10 sm gacha bo'ladi. Bu 7 sm, 10 sm bosiladigan bo'lsa, qarang. Bu og'ir bo'lib, ertaga to'sin deydimi? To'sinlarni bukib tashlamaydimi bu? Bu ancha 5-6 barobar yengil bo'ladi loydan. Loydan 5-6 barobar yengil bo'ladi. Bu hozir 7 sm. Bir ko'rsatsak bo'ladimi aka qanchaligini? Men bo'ldi. Nimani tiqib turib, kaltay-paltay tiqibmi? Ichkariroqdan ko'rsatib beraman, sa. Xo'p, qaranglar do'stlar. Shunday oladigan bo'lsak, bo'ldi. Baqa olib kelavering-chi. Do'stlar, qaranglar, meni qo'lim 7 sm o'zi 7 sm. Bundan ham balandda turibdi uji. Ko'rasizlar, uji 10 sm desa ham bemalol bo'laveradi. Xo'p, aka, endi bu nima mahsulot bu? Bu pena beton deyiladi. Tarkibi qum, sement, pena bo'ladi. Yorilmaslikka, issiq ushashga aslida. Qarang aka, buni hozir aytdik, 10 kunlab, 20 kunlab hashar qilish kerak yo'q deb aytdik-da. Necha kun ichida mana shu obyektni necha kunda qilib bitirib berasiz? Bu obyektimiz hozir 210 kvadrat. 210. Bugun ertalab boshlaganmiz. Xudo xolasa kechga tugatib chiqib ketamiz. Ishni bitta boshlasalar ham 3 soat ishlasalaring ham to'xtamasdan bitib ketar ekan. Qolgan bir kun ichida qilib chiqib ketar ekansizlar-da. Juda ham zo'r. Xo'p aka, bu mahsulotimizni ichiga qo'shiladigan narsalarni aytaylik aka, bir. Bu mahsulot qum, sement, pena bo'ladi. Yorilmaslikka stiklavata qo'shiladi, shisha tolasi, fibra deyiladi. Shisha tolasi. Juda ham zo'r. Xo'p, keyin aka, buni nima qilingandan keyin, hozir buni qurigandan keyin uqalanib ketmaydimi bu? Uqalanmaydi. Ustida bemalol yursa bo'laveradi. Bunga garantiya ham bormi bularga? Garantiyasi bor. 3 yildan beri qilyapmiz, xudo xolasa. Bunga qancha garantiya beralasizlar? Endi uy buzilguncha turaveradi-da. Uy buzilguncha turaveradi. Demak, loy bilan bir xil vazifani bajaradi. Bundan zo'rang, bundan tashqari aka, bu tagiga oq narsa solinyapti ekan. Bu nima bu? Bu izospan materialimiz bo'ladi. Izospan material. Bu ham o'zimizdan bo'ladi. Bu ham o'zlaringdan bo'ladi. Polni solib chiqqan ekansizlar-a? Bu nima vazifani bajaradi? Bu nimaga solinadi bu? Biz loyimiz usha bergani xolos, aslida. Loy usha bergan. Bu suvni o'tkazib yuboradi. Suvni o'tkazib chiqarib yuboradi. Loy ushlab qoladi. Bo'lib qoladi loyga. O'zini tabiiy mahsulotni o'zini ushlab qolar ekanda, demak. Hop, juda ham zo'r aka. Va bundan tashqari qarang. Hozir ko'rib turgan joylarimizga necha puldan qilib beryapsizlar? 45 mingdan hamma mahsulot ichida bo'lyapti. 45 ming so'mdan hamma mahsulot ichida bo'lyapti. Hozir 45 ming so'mdan hamma uyni egasidan yana nimalar sizlardan talab qilamiz. Misol sizlarga telefon qildi, keladigan bo'lsa, uyni egasi sizlarga nima tayyorlab berishlari kerak? Sizga uyni egasi asosiy vassasini yaxshilab qotirib bersa, o'ynamaydigan qilib. Ag'ini o'zimiz qilib chiqib ketamiz. Vassa ko'rinishda topshiradigan bo'lsa, xuddi shu ko'rinishda sizlar bosib loyini bosib berib chiqib ketasizlar. Aytib o'tganlaridek 210 kvadrat joyiz bo'ladigan bo'lsa, bir kun ichida, misol 300 kvadrat bo'ladigan bo'lsa ham bir kunda qilib berib ulg'aysizlarmi 300 kvadratgacha? Yaqin joylarda bo'lsa ulg'aymiz, endi uzoq joyda bo'lsa yo'lgacha. Yo'lga vaqt ketib qoladi, shuni hisobiga. Ili yaqinroq bo'lib, ertalabda kelishadigan bo'lsa, kechgacha 300 kvadratga bo'lgan joyda ham qilib berish. Aka, faqat loyni o'ziga bosasizlarmi yo bundan tashqari ham? Yo'q, eski lombozlar ustidan ham bosaveramiz. Eski loy lombozlar ustidan ham bosaverasizlar. Keyin bu nimamizni aytaylik, yana pollarga ham qilishyapti-da. Pollarga steshka ham qilib beryapmiz. Steshka ham qilib beryapsizlar, a? Topli pol tagidan. Topli pol tagidan. Ustidan topli pol qilmasa ham gilam solib yo lenonini parket qilib yuborsa bo'laveradi. Juda ham zo'r. Bu pollarga necha pul xizmat ko'rsatyapsizlar? Pollarga mahsulotingizcha ko'proq qo'shiladi ichiga. 55 ming so'm bo'ladi. 55 ming so'm. Xizmat qanchaga ko'rsatiladi aka? Xizmat O'zbekiston bo'ylab aka. O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatiladi. Xo'p aka, dastavchalar nimalari qanaqa bo'ladi? Misol Voha tomonga aytaylik. Voha tomonlarga endi kelishilgan holda
Voha tomonlarga kelishib. Yo'l kira aldi. Ha, juda ham zo'r aka. Xo'p, aka ekranda nomerlarda Telegram, WhatsApplari bor, a? Ha. Ekranda nomerlarda Telegram, WhatsApplar bor. Kimga shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xohlasa juda ham zo'r narsa ekan, menga yoqdi. Men ham xudo xohlasa shu narsadan foydalanaman. Xo'p, bemalol aloqaga chiqadigan bo'lsalaring O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatishaveradi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.